Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 16 soniga hoş geldinglar. Bugün biz Sharqi Turkiston sürgün hukumati prezidenti, ya'ni Cumhur Reis Doktor Mehmet Emin Ali efendimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Bu qitim biz Washington DC'de dünyanın har qaysi joylaridan kelgan millat vakillari bilan saylam ilib bordik. Saylamda Mehmet Emin Ali efendim Cumhur Reis olup saylanıp çıktı. Cumhur Reis bu hukuk tolum şereflik, mecburi tolum iğir bir hukuk. Şuna biz bugün Mehmet Emin Ali efendimni bu sohbet teklif kıldık. Bir vasıta soldan başlaylı. Sizin bu qitim Sharqi Turkiston sürgün hükümetiga prezident oluşunuzun sebebi nime? Aldı bilen ben bu mesleğe cevap verişte azırak bazı bir görünüşlerini berişini layık görümen. Birinciden Sharqi Turkiston sürgün hükümeti bizning Sharqi Turkiston tariximizde kurulgan iki qatımlıq Sharqi Turkiston Cumhuriyetininki Cumhuriyet ideali, reallığı, siyasi gayesi, qatarlıqlarını özü mücessemlegen bir hükümet dep qarayman. Hem onun davamı. Eğer biz Sharqi Turkiston sürgün hükümetininki asasi kanununu astoydiliqla okusak, bizninki ta ki birinci Cumhuriyetimizden tatip başlap kelib barlıq siyasi gayelerimizninki hemmisi bunu da aks etken. Bu vəcidin men bir Sharqi Turkistonluq perzenti bola sübütüm bilen özemninki vatanimninki asliga kelishdan iborat tarixiy jihatdagi eng muqaddas bir siyosiy vazifani o'z ustiga olgan bundaq bir hukumatning bir a'zosi bo'laligimdan o'zimni sharaf his qilaman. Shuning bilan bir vaqtda 2014dan tatib qurilgan Sharqi Turkiston sürgün hukumatiningki hozirgi kelishiga bugünkidek taraqqiy qilishiga töhfa qo'shgan barliq ilgirki barliq rahbarlarga, millat vakillariga va uni qo'llagan barliq boshqa Uyg'ur qarindoshlarımga chin ko'nglimdan teşekkürümni bildiraman. Bu birinci sebep. İkinci sebep bizningki hozir ep berilayotgan qatliam yoki irqiy qirg'inchilik deb tarjim qilingan hozirgi vahshatda bizningki mustaqillikdan boshqa chiqish yo'limizdanki yo'qligi borgan sari ayon bo'ldi. Bundaq deyishimizning sababi biz 1949 yildan tortib Xitoyning mustamlakasiga tushgandan tortib biz Xitoydan rayim kutgan. Xitoyning avtonomiyasiniki bizga rayim qilishidan kutgan. Ammo mayli biz avtonomiyada yashayli yoki mustaqillikdan voz kechayli yoki ko'nglimizning eng chunqur qatlarini saqlab madara qilib yoki jonsizlikla yashayli, eng oxirsida bizning oqibatimiz intayin echinishib qoldi. Biz Xitoy hukumati yoki Xitoy tajovuzchilari tarafidan kollektiv dushman sifatida qarilib, qari yosh ayol ziyoli gadoy deb ayrılmasdan bütün bir millat sifatida qirg'in qilinyapmiz. Bularningki eng tubki sababi, eng adaqli sababi dal bizdagi davlatsizlik, vatansizlik va özümüzün boshqarish ostidagi bir zimindan ayrilib qolganligimizdan bo'ldi. Agar biz bu tüp sababni biz og'riqimizningki eng ajallik sababi bilan ishni boshlamasak va uning bilan kelgusimizga saqlayishimizga umid bog'lamasak, boshqa choralarning hammasi hem özümüzni aldaydigan, hem boshqalarni aldaydigan kulkilik, echinishlik bir urinishlardan iborat bo'ldi. Shuning uchun bu meningki bu Sharqi Turkiston sürgün hükümetininki bu vazifasi tanlashimdagi bir sebep. Üçüncüsü, men bizningki yaqinda Amerikada Washingtonda ochilgan shu umumiy qurultuyimizda bu gapni deb o'tib ketgan. Men oldi bilan o'zimni bir ziyoli deb qaraydim. Hem shu vaqt hozirgacha men o'zimni siyosiyon degan bu qalpoqqa ko'ra o'zimni ziyoli degan bu qalpoqqa ko'proq muvofiq kelaman deb o'ylaydim. Vaolanki oldimizdagi mana shu intayin qiyin bir sharoitda mendek bir ziyolining bu jangga chaqirilgan vaqtida, ya'ni vatanim meni jangga chaqirgan vaqtida, vatanim meni garchi jang maydonidagidek o'qlar uchib turayotgan, bombalar gumburlab turayotgan jang maydoniga chaqiranmasimi? Unda ya bo'lmasmi hozir? Ammo istusaksiz
hem bizning hayot mamatimiz intan qilning ustida qilayotgan mushundaq jang maydonida menga o'xshash bir farzandini urushga chaqirgan vaqtida men buningga albatta uningga cho'qim javob qaytaraman. Men uningki barligimni uningga sarf qilmayman. Hargizmi men Washingtonga rasmli desam, men rais bo'lman deb bormagan. Rasmli desam. Men faqat bir ziyoli bo'lasitim bilan shu hukumatningki kelarki 4 yillik xizmatlariga bir o'zimning bir kishilik bir fikrlarimni bersam va uningdan ba'zi o'zim qila oladigan ishni qilsam degan sabab bilan borgandim. Ammo ishlar nurg'un jihatdan o'zgarib ketdi. Ammo men bu vazifani sharaf bilan qabul qildim. Gerçi men uning undaqda borsammi, albatta ziyolilik hayotim oldimizgi 4 yilda og'ir ta'sirga uchrashi mumkin. Men ilgarigidek erkin fikr qiladigan va tarafsizlik turishga tirishadigan bir ziyolilik hayotimdan xo'shman. Siyaset taraf tutuş bo'ladi. Vaqt kelib qolganda chingdab aytgan vaqtimizda. Albatta bu mustaqillik degan mening sharafli bir tarafim. Bu uchinchisi, hamda to'rtinchisi oxirgi sabab oldimizdagi 4 yil intayin ochqishliq 4 yilga kirdi. Bu bizningki hayot mamotimizga texidimmi bakrak ta'sir ko'rsatadigan, biz ya uyan ya buyan bo'ladigan, ya tirik bo'ladigan, ya butunlay halok bo'ladigan mushundaq bir tarixiy bir shallash va tanlash davriga kirdik. Mushundaq vaqtning o'zida siz azroq deb o'tib ketgandek bundaq bir vazifani elish men uchun o'ylamagan g'oyat zo'r bir qiyinchilikdan ko'ra g'oyat zo'r bir burch, axloqiy va diniy bir burch tuyg'usini derak berdi. Vatanning mustaqilligi agar iymonninki eng oliy jumlasidan bo'lsa, bu ham axloqning eng oliy muqomlaridan birisi. Mushundaq ahvol ostida oldimizdagi 4 yilda xalqimizningki hayot qilishini mustaqil bo'lishdan iborat mana mushu siyosiy bir ramka ichida saqlab qololmasak, kelgusimiz intayin qiyin bo'ldi. Buningdan boshqa men vatanimiz xalqimizni saqlab qoladigan boshqa bir ramkalarni, urinishlarni va boshqa bir buning nisbatan hal qilish choralarini qiyos qilolmayman. Ehtimal 4 yilda biz yanıla özümüzdeki mustaqilligini qo'lga keltirmasligimiz mumkin. Ammo buningga yana necha 4 yillar, necha 40 yillar, ehtimal necha 100 yillar ketishi mumkin. Ammo bu yerda bir uzluksizlik, ya'ni bir davomiylik, izchillik, siyosiy izchillik maydon bo'lmasa, bizningki saqlanib qolishimiz intayin. Men hayotimdagi bu vaqtni oldimizdagi 4 yilni faqat ilgirkilarniki menga topshirgan ash mash'alani keyingi 4 yildan keyingi avlodlarga o'tkazib beradigan bir mash'al yetkazgichi sifatida ko'raman. Ham buningda men bu 4 yilni boshqa barliq oldimizdan o'tgan yillarning ichidagi eng muhim 4 yil deb qarayman. Shu sababdan men bu vazifani ustimga oldim. Rahmat. Davlat atimiz Sobit Domoladan bizga kelgan mash'alni biz yaxshi topshirishimiz kerak. Buning uchun bedel berishimiz kerak. Ziyolilar bu inqilobga, mustaqillik inqilobimizga cho'qim o'zining burchini ado qilib qatnashish kerak va mas'uliyatini tamom qilish kerak. Sizning javobingiz to'lim yaxshi bo'ldi. Endi siz bu qitim tashkillangan yangi hukumatni xalqimizga qanday tanishtirasiz? Yangi hukumat ilgarigi hukumatdan ko'p farqlanmaydi. Bundaq deyishimning sababi birisi bu yangi hukumat ilgarigi hukumatlarningki qilgan xizmatlari, tirishchanliklarininki davomi deyishga bo'ladi. Texdimi muhimi oldimizdagi bir qarorliq hukumat, ya'ni G'ulom Osmon Yag'ma apandimninki yetakchiligida oldingi bir hukumat Sharq Turkiston sirg'indi hukumatining asosiy qonuni bo'yicha ish ko'rgan va uningdan chetnamagan ham shu bo'yicha hukumatni xalqarodagi bir qism siyosiylarga, kishilik huquq tashkilotlariga va boshqalarga tanishtirishda g'oyat zo'r yo'l ochgan deyishga bo'ladi. Meningki qiladiganimmi dal oldingi hukumatningki xizmatningki davomi sifatidagi bir oldimizdagi 4 yillik xizmatlar bo'ladi. Buningda albatta xo'shallanarlik natijalar borliqqa keldi. Masalan, siyosiy jihatda ilgarigi ko'rinmaslik, bilinmaslikdan bag'ansir ko'rinishga, bilinishga boshladik. Iqtisodiy jihatda ahvolimiz intayin nachar, hatto barbod bo'lishga qaramay, yanıla tishimizni tishlab, ham ba'zi bir saxiy qarindoshlarimizninki badal pul to'lashdan tortib, cho'ngroq yordam, iqtisodiy yordam berish bo'lgan barliq tirishchanliklarning xosiyatida hozirgi kunga keldik. Anadan keyin Sharq Turkistonning kelgusi to'g'risidagi ochqishliq
maqolalar, açqışlıq bayanatlar və açqışlıq ağ kitab qatarlıq nurg'unlagan hüccət xarakterlik materiallarning ko'pinchisi Sharq Turkiston sürgün hökumətininki qo'lidan chiqdi. Buningdan keyin bu texadimi shundaq davomlashdi. Ya'ni Uyg'urlar va boshqa Sharq Turkistonlik turkiy millatlarninki tubki siyosiy irodasiga vakillik qiladigan va xalqaro sahnada o'zimizningki kurash irodamiz va nishonimizni bildiradigan ochqishliq va barliq hal qiluvchi qatorliq qarorlar va suhbatlar, maqolalar va tadqiqot meyveleri qatorliqlar bundan keyingi 4 yil ishdan chiqdi. Bu jihatda elbetqa vaqtida Sharq Turkiston sürgün hökumətini chet eldə Uyg'urlarninki mustaqillik irodasiga haqiqiy vakillik qila oladigan bir hökumət, bir siyosiy organ deyishga tamoman haqliqman. Albatta bu mustaqillik shuari bilan chiqayotgan boshqa tashkilotlarmi bor. Albatta bizning nishonimiz cho'ng jihatdan farqlanib ketmaydi, o'xshab ketadi. Shundaq bo'lsa-mu ba'zi bir inchka yoki bir xil odat xarakterlik bir farqlarmi bor. Bu farqlar bizning ehtimol xizmatimizga, hukumatimizning xizmatiga meningcha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi deb qarayman. Yana birisi muhim bir nuqta men ta'kidlab qo'ydig'ini, ma savolning sal sirtiroq bir gap. Agar o'zining yurkida 100 yillik Uyg'urlarninki mustaqillik mujodilasida bir kishilik o'rin ilishni xohlaydiganlar bo'lsa, Sharq Turkiston sürgün hökumatiga kelishini, u yerda xizmat qilishini umid qilaman. Bundaq deyishimning sababi mustaqillik ba'zilarninki kulki qiladigan, ba'zilarning zanglik qiladigan, ba'zilarninki zarni sanjiydigan bir ahvol bo'lib qolsa, bu to'lim echinchi qiladi. Bu mening mustaqilligim emas, bu sizning mustaqilligingiz emas. Bu bizningki hukumatning ichidagi shu parlament a'zolarining va boshqalarning mustaqilligi emas. Bu butun bir necha ming yillik tarixga ega Uyg'ur xalqi qatorliq boshqa turkiy xalqlarningki mustaqilligini ko'zlaydigan bir intan qiyin bir mujohid. Bu hammamizning mustaqilligi, hammamizning kelgusi uchun atalgan bir mustaqillik. Bundaq bir ishda tomoshabin bo'lib turish, o'yin ko'rish vijdonsizlikka kirdi. Doğru. Bundaq bir ishda bir ikkalanninki xarakterdagi ba'zi bir ojizliklarni va ishlarni tutqi qilib turib, o'zining aralashmaslik, betaraf turib bilish, hattoki nomussizlarcha o'yin ko'rish, shu orqali o'zininki tarix tarafidan o'zining ustiga yuklangan shu bosh tortib bo'lmas siyosiy vazifadan o'zini qochirishning hammasi nomussizlikqa va vijdonsizlikka kirdi. Hammamizning o'yin ko'rgisi bor. Chunki o'yin ko'rish dunyodagi eng bexatar, eng ko'ngil ochadigan ish. Hammamizningki siyosiy jihatdagi urush talashlardan va ular o'rtasidagi jidal majrolardan huzurlanib, hayotimizning ma'nisizligidan qutulishga tirishishdak nimalarimiz bor. İsteklerimiz bor, uni men bilib turman. Hammamizningki intayin zaharxondan shaklda necha Sharq Turkiston sürgün hökumati varken qosiga agishganman deganda qilib, hech qosiga agashmasak va bu orqali mustaqillik yuklaydigan intayin eg'ir badal to'lashga talab qiladigan mana shu ishdan o'zini qochirishdek bir xil xohishmi bor. Buni men bilib turug'liq. Ammo mayli hukumat kelinglar yoki Sharq Turkistonninki mustaqillik talab qiladigan boshqa tashkilotlarga beringlar. Bularning hammasida oldi bilan sizlar mustaqillik degan mana shu odoqli bir nishonni qabul qilgan bo'lsanglar, bu yerda bir ish qilinglar. Tomoshabin bo'lmanglar. Ish qilishga bizningki hukumatimizda intayin kengri imkonlar bor. Nurg'unlagan bizningki kelgusida 4 yilda planlaydigan hem allıbırın planlagan nurg'unlagan projeler var. Nurg'unlagan qildigan ishlarimiz bor. Hech qilanmasanglarmi, Sharq Turkiston sürgün hökumatini bevos ishga kirib qo'llayolmasanglarmi, bu hukumat haqqida ilib berilgan barliq hujumlarga qarata sizlarningmi ular raddiya berish majburiyatinglar bor deb qarayman. Albatta bu deganlikim bizni qarg'alash qo'llanglar demoqchi emas. Biz mushundaq bir mushkul safarda intayin qiyin, kadrlarimiz soni az, iqtisodiyotda hech yerdan, hech qanday shaxsdan yoki hukumat organlaridan 1 sent bizga yordam kelmayotgan ahvol ostida yelimi oldimizdagi 4 yilni va uningda ilgari 4 yillarni o'tkazdik. Buningdan keyin shundaq bo'lish ehtimollik intayin yuqori. Mana shundaq ahvol ostida mushundaq tirishchanlik ko'rsatayotgan qarindoshlaringlarni sizlarning
senin farzandlaringlarninki hayat qilish uchun kurash qilayotgan mush qarindishinglarning yanida bo'lmay balki tomoshabin bo'lash yana deyman bu siyosiy jihatda qabul qildigan qiyg'il bo'ldigan ish emas. Men sel temada chetnab ketdim, ama bu so'zlarni men deb qo'ymasam bo'lmaydi. Javobim tugadi. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri dedingiz. 2019'dan ta hozirgacha 4 yil hukumat tasti keldi. Nurg'un hujumlarga uchirdi. Bu qitimliq qurultayni o'tkazgicha nurg'un qiyinchiliklardan atlab bu qurultayni aytdi g'alabalik oxirlashib, yangi hukumat shakllandi. Lekin bu hujumlar to'xtab qolmadi deb o'ylayman. Ilgirkidanmi qattiq bo'ladi bundan keyin. Endi siz deb baqsangiz oldimizda yana qanday xiristlar bor? Eng chong xiristning birisi albatta dushmandan keladi. Ham dushman ikki xil bo'ladi. Birisi bizning haqiqiy dushmanimiz, ya'ni Xitoy tajovuzchilari. Bular bizning dushmanimiz. Xitoy tajovuzchilari hech zaman Sharq Turkiston degan bu nomdan rahat his qilgan emas. Hech zaman bu sharaflik va qiyin bir tarixiy vazifani uchun atlangan tashkilot, hukumat va uning orasidagi fidokorlardan rahatlik bo'lgan emas. Bu jihatdan biz buningdan teg'dimmi eg'ir bir qarshilikqa, ayblashlarga, hattoki hujumlarga uchrashimiz mumkin. Bu cho'ng birinchi turdagi dushmanlikning keldiganligi. Bu garchi biz uchun bir yangi ish emas, ammo agar bizningki Xitoyninki keyingi davlat butunligi deydigan bir safsatalar va ularga nisbatan bizningki tahdidimiz bo'lgansa assa, ya'ni bizning o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish kurishimiz dunyodagi erkinlik suyar va Xitoy qarshi bo'lgan kuchlarning qo'llashiga erishsa, yilami az bo'lib erishyotdi. Buningdan texdim erishib qolib qolsa, bu zaman Xitoyning bizga saladigan bizga qiladigan zarbalarning salmoqi zo'r darajada oshadi. Ikkinchi dushmanlik Uyg'ur tillik, ya'ni o'zimizningki Uyg'ur bo'lgan, Uyg'ur so'zlaydigan, bizda o'xshash Makkaga qarab turib namoz o'qiydigan, mana bu shunda Uyg'ur tillik dushmanlardan keladi. Xitoy bevosita bizga hujum qilanmasmi, Uyg'ur tilliklarni selish orqali bizga hujum qiladi. Bu oz sondagilar bular, ammo bularningki bizga bo'lgan o'chmanligi albatta Xitoyning yo'llantirish orqali yoki Xitoyningki asirtdan kontrol orqali bizga selinadi. Bu odamlar atrofimizda yuriydi. Bu odamlarning og'zidan intayin fasohatlik kalimalarni, diyonat haqidagi ulug' kalimalarni anglaymiz. Mustaqillik haqida bizni hangtan qoldirdigan, hatto menga dasvagidek odamlarni uchirtamiz. Ammo bularning ichida har vaqt intayin bizni vayron qiladigan bir xil intayin vasvasa va qo'rqinchli bir asabiylik quturab turdi. Bir xufsallik va xoinlik quturab turdi. Bunday odamlardan azar eylemek lazım. Ma'lum jihatda bu intayin qiyin tushdi. Sharq Turkiston sürgün hukumatining oldingi 4 yillik cho'ng xizmatlarining birisi hukumatning ichini tozalash bo'ldi. Ya'ni mana shunday suqinib kirib olgan va hukumatningki turli xizmatlarga dushmanlik qiladigan bu dushmanlik yil ham davomlashyapti. Bu dushmanlikningki dabdabalik iboralarini qaravatsanglar qo'rqinchli badbashirlikni ko'rsa. Ya'ni biz birlashtiramiz degan nima chiqadi. Qarmoqqa nayt yaxshi gap. Anadan biz saplashtiramiz deydi. Biz texnimni yaxshi qilamiz deydi. Mush orqali hozirgidek xalqimizningki qo'llashiga bag'ansir erishayotgan o'zininki demokratik qonun tartiblar orqali yangidan barliqqa kelgan hukumatningki bu organini vayron qilishni ko'zlaydi. Bu albatta hukumatdagi barliq xodimlarningki kelgusi 4 yilda intayin diqqat qiladigan bir ish. Shuning bilan bir vaqtda xalqimizning bu jihatda nəhayət diqqətli bo'lishini tavsiya qilaman. Bu birinchi cho'ng xiris bizdan keladi. Ikkinchi cho'ng xiris dunyoninki cho'ng klimatidan keladi deb qarayman. Dunyoninki cho'ng klimatidan qarasak, hozir dunyoda Xitoy, Rossiya, Arab davlatlari va boshqalarni tarkib topgan bir turkum bir dunyoviy bir tartibni o'zgartirishni targ'ib qiladigan bir kuch barliq kelyapti. Bu kuch Amerikaningki boshchiligidagi an'anaviy g'arb demokratik kuchlariga qarshi bir yangi bir blokni shakllantiryapti. Buningda biz dunyoningki ikki qutblashishidek, ya'ni asldagi sovuq munosabatlar urushini aslatadigan yangi sovuq munosabatlar urushiningki shapsini his qilyapmiz.
Amerika mesela eğer kelgüsüde bu Xitay ve Rusya başçılığındaki bu güçlerge karşı ünümlük bir tedbir alınsa, Garip devletlerininki net yüzyıllara bir barlıq keltirgen demokratiya asasındaki hakimiyet tüzümü eğer xırısqı duç keldi, hatta veyran buluşu mümkün. Bu mu qaş bilen kirpikning arasındaki bir iş qaynawatydy. Mushundaq ahval aslida ma'lum jihati ilib etgan vaqtida yeni soğuk münasebetler uruşununki bizge keltirdigan nurgulagan xırıslarım ba, şunla vaqtda nurgulagan fırsatlarım boldu. Men fırsat kısmında kerek sözler, xırıs kısmında kelgen vaqtimda agar dünyada Amerika güçsüz bolup qalsa, Amerika bu xatarga nisbatan unumli tadbir alanmay qolib qalsa, Xitoy bilan Rossiyaningki üstünlükdagi yangi dunyo tartibi o'ttirg'a chiqdi. Mayli bu biz bu yerda suiqasd nazarchilarniki binoan bu yerda yangi dunyo tartibini Xitoy orqali bular globalistlar qo'llaydi deyli. Bu turib tursin. Nati realistik bir siyosiy analiz yappagan vaqtimizda Xitoyning hozirgi bosh ko'tarishi va Xitoyning hozirgi dunyoviy bir kontrolliq bo'lapmi? Hozir yuz berayotgan o'rta sharqdagi hozirgi krizisda Xitoyning bag'an siri ustunlikni erishib, arab davlatlarininki musulmonlarninki qo'llashiga erishib bilishning hammasi biz uchun intayin foydasiz bir omil. Shuning bilan bir vaqtda agar dunyo Xitoydan iborat mana shunday bir g'oyat zo'r va to'sab qilish intayin qiyin bo'lgan buni bir alvossimon bir kuchga qarshi turmoqchi bo'lgan vaqtda albatta Sharq Turkistonninki hozirgi masalasi ularninki diqqatidan qechib qutulmaydi yoki diqqati qaytadan kelishi mumkin deb qarayman. Ammo bu yanada faraz qilish intayin qiyin bo'lgan bir ish, chunki bundaq deyishimning sababi bizda hozircha Amerikada cho'ng bir bu jihatdagi bir jiroqni ko'rar va unumli bir qaror oldigan bir liderni ko'rmadik. Agar 2024 Amerika saylamida favqulodda zo'r o'zgarish bo'lib, Xitoyga zarba bera oladigan bo'lapmi? Xitoyga zarba berishni turib tursin. G'arb davlatlarini hozirgi dunyoviy krizislardan qutqizib chiqib, yangi bir yo'lga boshlaydigan bir lider chiqmay qolib qolsa, G'arbning ahvolim ig'ir bir tahlikaga duch keldi. Shuning bilan bir vaqtda Sharq Turkistonning mustaqilligimi ig'ir tahlikaga duch keladi deb qarashga bo'ladi. Ammo bu yanada 50 50 bir ish, hozircha cho'qim aniq bir nima qilib bo'lmaydi, aniq bir jazm xarakterli xulosa chiqarib bo'ldigan ish emas. Bu albatta tarix deganimiz ba'zi chaqda plan bilan bu uchmag'adi, ba'zi chaqda plandan qiyib ketib qoldi. Chunki insonlarningki o'yi va qilmishi ba'zi chaqlarda kutilmagan yerdan chiqadi. Bu insoniyatningki bir go'zal tarafi bu. Nurg'un ishlarni net 100 yil planlasaqmi, mayli bu globalistlarning plani bo'lsin, mayli kommunistlarning plani bo'lsin, yoki bu demokratchilarning plani bo'lib qolsin, ma'lum vaqt kelgan vaqtda tarixda kichikkina bir ish butun narsani o'zgartirib, buni biz kepinak unumi deymiz, butterfly effect deymiz. Kichikina bir ish g'oyat zo'r o'zgarishlarni keltirdi. Kutilmagan g'oyat zo'r domino unumlarni barliq keltirdi. Shuning uchun buni men hozircha mushunchak jazm bilan deya olaman. Demek aldığımızda nurgun xırıslar varken, elbette xırısı olganken fırsat mı buldu? Yana qanday fırsatlar var aldığımızda? Aldığımızdaki fırsatlar xırıslar qarğa vaqtida elbette abayaqi gepingizga ne davomlashtiray, xırs boyada fırsat bo'ladi. Uning ustiga ba'zi xırıslar qancha cho'ng bo'lsa, fursatmi shuncha cho'ng bo'ladi. Masalan deyli, ikki kuch hozirgi to'qinishayotgan va dunyo tartibidagi birdan bir kuch bo'lishga tirishayotgan Amerikadagi Amerika boshliq kuchi bilan Xitoy Rossiya boshliq kuch o'tirisida ma'lum jihatda rayonliq yoki dunyoviy bir cho'ng bir krizis duch kelib qolgan vaqtida bu vaqtda Sharq Turkiston xalqiga bo'libmi bizningki mustaqillik harakatimizga g'oyat zo'r bir fursat tug'ildi deb qarayman. Chunki bunda bo'lgan vaqtimizda biz Xitoyninki Xitoyning ichidagi nurg'unlagan hozirgi yo'shilib turayotgan yoki uchiq oshkor bo'lmagan yoki portlashdan hozirgacha bir fursat topolmay turayotgan nurg'un ichki portlash energiyasi u vaqtda Xitoyning ichini qalamayotgan qiladi va Xitoyninki davlat sirtidagi krizislardagi talafotimi Xitoyning halokatini tezlatishi mumkin. Bu jihatda bizning har vaqt o'zimizni saqlab turish, o'zimizni shu vaqtda yuz berish ehtimoli bo'lgan xalqaro cho'ng bir krizislarga tayyor qilish intayin muhim o'rin turdi deymiz. Hamda bu yerda abaq kelgan bir nuqta bor hozir. Nurg'unlagan odamlar so'raydiki, Sharq Turkiston sürgün hukumatidagi bir hukumatningki nima foydasi bor deyish mumkin. Hozir biz cho'ng ishlarni qilib tog'ni talqon bag'ni boston qilolmagan bo'lsakmi siyosiy jihatda, ammo biz bir hukumat bo'lish sifatimizdan har vaqt o'zimizni shu bir fursatga tayyor qilib turyapmiz. Bundaq deyishimning sababi
bu qatımlıq Washingtondaki bizningki yig'inimizga Amerikaning bir strategiyasi qatnashdi. Uning degan gapida bir ig'iz gapi nihoyatda mening diqqatimni tortdi. Ya'ni uning deganida mustaqillik deydigan faqat sizlar ekansizlar Uyg'ur tashkilotlari, diaspora tashkilotlarining orasida bu ishinglar ching turinglar, hamon bir kuni buning foydasini ko'rib qilishinglar mumkin dedi. Bundaq deyishimizning sababi agar Uyg'urlarningki chet eldagi qarshilik harakatida Sharq Turkiston sürgün hukumatidek bir uzil kesil mustaqillikni izlaydigan bir tashkilot bo'lgan vaqtida chet elliklarmi buningga hozir buningga sal qaragan bilan, hozir buningga iqtisodiyot yordam bermagan bilan, hozir buningga harbiy jihatdan yordam bermagan bilan kelgusida ehtiyoji tushgan vaqtda cho'qim buningga yordam berish mumkin. Chunki Sharq Turkiston sürgün hukumatiningki asos qonunidan tortib uningki amaliyotlarini varaqlasaqlar u yerda bir uzil kesillik bor, madara qilmaslik bor, yanmaslik bor, qurbon berishga tayyor bo'lish bor. Bu shu vaqt kelgan vaqtga g'oyat zo'r bir siyosiy kapital sifatida foydalanadi. Bundaq bir kuch qancha kichik, qancha ojiz, qancha avar bo'lishi qarmay kelgusida g'oyat zo'r siyosiy kapitalga aylantirib bo'ladi. Masalan, bizningki 2. Dünya urushining oyoqlashay degan vaqtida qurilgan Sharq Turkiston sürgün hukumatimizmi? Sharq Turkiston hukumatimizmi dal ashundaqdi. Bir tashqi kuch va ichki bir orzu o'zaro moslashibdi. Bir yilga yetmagan vaqt ichida mana semeni lab atqanlik olmaydi. Xitoyni titrtadigan bir armiya qurib chiqildi. Bu 1944dagi gap bu. Hozir meningcha Uyg'urlarning qancha qurbon berish ro'yi borligini men bilmayman. Ammo hozirgidek biz o'zimizning qutulishiga xili ko'p sonliqlarimiz intayin naati asabiylik bilan o'ylanayotgan bu joqda harakat qilishga intilayotgan vaqtimiz o'zida bizni harakatlantirmak va bizni g'oyat zo'r, o'zimiz qiyos qilinmayotgan bir zo'r bir qo'shinga aylantirmak texmi oson bo'lishi mumkin deb qarayman. Anandan keyin endi oxirgi bir nuqtam bu savoldan ozroq chetlayman. Mustaqillikni idrok qila olish uncha oddiy emas. Bo'lapmi g'oyat zo'r bir qirg'inchilikni beshini o'tkazayotgan bir millatning mustaqilligini qiyos qila olish, bo'lapmi uning umid bog'lay olish g'oyat zo'r psixik saponi talab qiladi. G'oyat zo'r siyosiy bilim talab qilmasimi, yomon zo'r psixik saponi, psixik savrchanlikni, ya'ni mayli dinimiz deyilgan bo'lsin, mayli axloqimiz ta'kidlangan bo'lsin, yoki psixologiyada muhim deb qaralgan ashu savrchanlikni talab qiladi. Bu savrchanlik shunday bir savrchanlik bo'lishi kerakki, biz eng qirilgan vaqtimizdami, hattoki bir odam qolgan vaqtimizdami, hamon bir kun hur bo'lganligimizga ishonsak bo'lmaydi. Bu her qanday bir düşman bitchit qilinmaydigan g'oyat zo'r bir ruhiy bir qudrat bu. Dunyodagi mustaqillik harakatlariga qarayli. Masalan, Sharq Timurnikiga qarayli, Kosovonikiga qarayli, yoki Afrikada e'tirof bir davlat, unikiga qarayli, yoki boshqalarnikiga qarayli, hammasida bir turkum shu oldingi sapti mangan ziyoli bo'lsin, inqilob siyosiy rahbarlar bo'lsin, hammasida yanmas bitchit qiyg'ili bo'lmas bir ro'yi bir kuch bor, bir qudrat bor, bir tasavvur bor, bir savrchanlik bor, bir qurbon berish ro'yi bor. Biz mana mushni talab qilamiz. Hozircha xalqimizningki yanchiqlardan million dollarni to'lab ketish mumkin emas. Qo'li qurolib, atilli dushman etib ketish muhim emas. Hozirning o'zida ashu qurbonlik bera oladigan, ham bu yo'ldan yanmaydigan necha 100 odam bo'lsa-mu, mana mushning o'zi intan qudratli bir kuch bo'ladi. Nima uchun Xitoy u qadar ojiz bo'lishimizni qaramay, Sharq Turkiston sürgün hukumati qatorliq boshqa Uyg'ur tashkilotlarini ko'zdan yo'qotish uchun u qadar kuchaydi. Bizning kuchimizni bilmamdi, moddiy imkoniyatni bilmamdi, toza biladi. Bizningki tashkilotimiz emas, hatto mening uyamga kiradigan oylik kirim Xitoyning hisobotida bor. Bilib turdi bu narsani. Shunda turib nima uchun hech zaman bizni vayron qilib o'tishdan ayonmaydi, hech zaman bundan voz kechmaydi? Chunki ular bizningki namrat bo'lsaqmi, beshimiz egilgan bo'lsa-mu, umidimiz uzilay degan bo'lsa-mu,
Ama bizdeki Xitoyga bo'lgan nafratninki, bizni mustamlik qilgan aşı kuchlarga, ularninki harbiy imkonlari bo'lgan nafratninki hargiz yo'qolmaydiganligini biladi. Bizning hur bo'lashqa bo'lgan orzuyimizni har qancha qilibmi, chiniqimizda bo'ladi ekan, vayron qilib bo'lmaydiganligini biladi. Buning uchun bir kunmi uxlamaydi Xitoy. Shu zaman Xitoy uxlamagan, Xitoyni uxlatmayotgan aşı ideyani, aşı ruhni, aşı sabırchanlikni biz uxlatsak bo'lmaydi. Biz onundan vaz kechsak bo'lmaydi. Düşmanimiz vaz kechmagan ishdan biz vaz kechsak bo'lmaydi. To'g'ri. Bu bizdeki eng cho'ng fursat, bizdeki eng cho'ng imkon bu. Ro'yi qudrat. Xitoyninki oxir bir nuqtani ketib qo'yayman. Xitoyninki Uyg'ur qatorliq boshqa mustaqil tilib, masalan, Tayvan mustaqilchilari bo'lsin, Tibetliklar bo'lsin va boshqalarninki qarta qo'zg'agan psixik urushninki eng muhim bir halqasining birisi, bu jiq ko'ptak ta'kidlanmayapti bizda. Nima desangiz, bu to'g'risida ba'zi bir maqolalarmi chiqqan, nima desa, ularninki mustaqillik irodasidan o'zlarini tuymagan asosda voz kechtirish deyildi. Bu nima degan gap desa, qarshi turish ro'yini o'ltirish. Nima uchun? Chunki hamma narsani o'ltirgili bo'ladi. Ko'p narsani vayron qilgili bo'ladi, ammo qarshi turish ro'yini o'ltirmak asosan bak qiyin bo'ladi bu. Chunki qarshi turish ro'yi bizningki eng tüpki insonlikni tuvan turadigan bir jonliq bo'la sifatimizdagi o'zimizni saqlab qilishdan iborat mana shu qarg'u, ammo intayin mohiyatlik istikimizga bog'langan bo'ladi. Xuddi bir daraxtdan tortib bir insongacha hammamiz butun imkonimizdan foydalanib turib hayot qilishni, aşı quyoshga baqolishimizni umid qilamiz. Bu bizning tabiiy istiqiylik bir kuch bizniki. Allah ata qilgan bir istiqiylik, bizning irodamizni olib ketgan bir iroda bu. Buningga qartilayotgan hujumlar bu. Shunga agar biz bu mustaqillikdan voz kechadigan bo'lib qolsak, dal Xitoyninki voz kechmay turib qilgan kurashlarining qalbisiga moslashgan bo'lamiz, yoki uni osonlashtirib bergan bo'lamiz. Bu biz Xitoy bilan adaqqa nuqta talashayotgan hal qilg'uch hayot mamatlik bir nuqta mana shu. Kurash qilish irodasi, yanmaslik. Her vaqt o'zimizningki erkinligimiz bo'lgan tushimizdan voz kechmaslik. Bu intayin muhim. Buni ta'kidlab qo'yay. So'zim tugadi. To'lim yaxshi javob bo'ldi. Aqidamizdan voz kechmasak, aqidamizni keyingilarga yetkazib bera olsak, bizda cho'qim umid bor degan gap. Mustaqillik birdan bir yo'l. Agar bizning hukumatimizdagi mustaqillik ching turadigan mush bir kuchlar yo'q bo'lsa Uyg'urning ichida, Xitoylar uchun bizni jig'ishtirmoq to'liq oson bo'ldi deb o'ylayman men. Chunki kishilik huquq yoki boshqa masalalarga boshqalarningki diqqatini yuklash orqali mustaqillik degan bir narsani hammaning qalbidan chiqarib etsa, oxir kelganda bizning ishimiz to'liq oddiy bir ishga aylanib qoldi. Hamma hukumat faqat o'zining ehtiyojiga qarab turib qanday o'ynash shunday o'ynalgan bir ishga aylanib qoldi. Demak, bizning hukumatimizning bu yerda turishining o'zi Uyg'urlarning kelgusi uchun to'liq muhim va to'liq ulug' bir ish ekan. Shunday qo'yganda, endi bu 4 yil vazifa vaqtingiz bor sizningki, mush 4 yilda nimalarni qilmoqchisiz endi? Bu gapga bir javob berib ondan keyin planga kelayman. Kishilik huquq deganda bu nəhayət xatarlik bir baha bo'ladi kishilik huquq deydi. Bunda deyishimizning sababi kishilik huquq deganning doirasi intayin keng. Masalan, birisi o'zininki erkinlik irodasi bo'yicha yozilgan bir maqolani e'lon qilib qolsa, masalan, bu Saudiya Arabistonida bo'ldi. Biz so'shunda bir blog qilib yozib qo'yib qo'ysa, uni turmaga solib ketgan bir ish bo'ldi. Bu kishilik huquqqa xiloflik qilish bo'ladi bu. Bir ma'lum bir ziyolilar, ma'lum bir ishlarni qilamiz, ularni jazo bergan bo'lsa, bir hukumat yoki bir rejim uni jazolasa, bu kishi huquqqa daxl tarz qilgan bo'ladi, qatorliqlar. Ammo bir millat sifatida kollektiv dushman deb qarilib, intayin vahshiylarcha o'ltirilayotgan vaqtda buni yana kishilik huquq deyishning o'zi shu millatning tortayotgan azob uqubatlari va qurbonliklarini tuvallashtirish bo'ladi bu. U vaqtda sen davatgan irqiy qirg'inchilik mavjud bo'lmasligi kerak. Bu logikaga zid gap bu. Kishilik huquq dafsan qilinish bayada yoki shunday bir ahvolni biz
qatliam bo'lyapti deyilmaymiz. Chunki kishilik huquqninki doirasi töven bo'ldi, ya'ni uning darajasi töven bo'ldi. Ammo butun millat qirilayotgan, ya'ni kishilik huquq desang, ani suyuldirib qolmay xalqimizningki beşlik bu qatliamni yoki bu vahshatni. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyninki tashviqotiga rol o'ynab bergan bo'lsa, o'layotganlarga yoki o'lganlarning ro'yiga osiylik qilgan bo'lsa, ular kishilik huquqdan halqib ketgan sistemlik bir millatni millat sifatida yo'q qilishni ko'zlaydigan bir qirg'inchilikni qilyapti. Bu kishilik huquqdan necha yuz asr halqib ketgan bir qirg'inchilik bu. Bu so'zni ishlatgan vaqtida buning nimasini bilish kerak. Hamda nimangiz kelaydi? Davomlashtirib o'tay. Albatta 2016 yildan tatib boshlangan irqiy qirg'inchilikning hozirgi 7 yil kelar yilga 8 yilga keladi. Oldimizdagi 4 yilni qassak 11 yildan ishib ketgan bo'ladi. Bu intayin asti elib berilgan, ammo sistemlik plan bilan mengayotgan, dunyoninki diqqatidan bag'an sir qilayotgan, hatto o'zimizninki qiziqishdanmi qilayotgan bir qo'rqinchli bir qirg'inchilik bu. Oldimizgi 4 yilda mayli bu qirg'inchilikninki kelgushdagi taraqqiyotda qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar buni kun tartibda tutumsak va buning uchun yana xalqaro nurg'unlagan ishlarni, kompaniyalarni, yig'inlarni va boshqa faoliyatlarni qilmasak bo'lmaydi. Bu oldi bilan bu bosh tortib bo'lmaydigan bizningki bir cho'ng bir burchimiz. Hozirgi vaziyat intayin eg'ir bo'lishining sababi bu dal Xitoy planlagandek va o'ylagandek bu qatliam osti elib berilsa, buningda qatliamdan zerikish, ya'ni qatliam harg'inlik kelib chiqdi. Men buni ilgari xilijiq degan bu gapni men. Qatliam harg'inlik kelib chiqqan vaqtda bu chaqda hattoki chet ellik o'tirib tursin, hatto Uyg'urlarning o'zimi bu qatliam qiziqmas bo'lib qoladi oxirisida. Manda bir qo'rqinchli bir ahvol bor bu. Bu bir kun bo'lib ketdi. Masalan, O'rta Sharqning nimasiga o'xshash traktorni ilishib net yuzdan o'lib ketdi, butun dunyo qopib ketdi. Anda bo'lsa boshqa bizninki bo'lsa maxfiy olib berilayotgan, dunyoning nazaridan butunlay sir tutilayotgan, muxbir bo'lmayotgan, armiyalik bir xil askariy bir to'qinish bo'lmayotgan istutaksiz qatliam bu. Buning nimasi bek eg'ir bo'ldi. Buni yana davomli buni dunyoninki diqqatiga olib kelish, shuning bilan bir vaqtda bizningki xalqimizning bu jihatda har vaqt o'zininki shu haqsizlikka uchrab Xitoyning g'oyat zo'r vahshatida qurbon bo'lganlar uchun so'zlashi, harakatlashishi va boshqa qilish ishlariga nisbatan safarbarlik keltirish intayin muhim deb qarayman. Albatta bu cho'ng bir xristianning birisi. Sharq Turkiston sürgün hukumatininki ommaviy qo'llash saviyasi hozircha tuvan. Ammo men yana bir qatam dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarga men shuni intayin tuvanchilik bilan chaqiriq qilamanki, agar sizlarda ziyoli bo'lsanglar, agar vatanninki mustaqillik uchun bir ish qilamiz desanglar, Sharq Turkiston sürgün hukumatininki ishki har vaqt sizlar uchun ochiq. Agar boshqa yoshlar jumladan har qaysi oliy maktab o'qiyotgan va yaqin o'qish bitgan, chet el til biladigan va ma'lum bir kasblarda iqtidorli bo'lgan yoshlarninki vatani uchun bir kishilik to'hfa qo'shash orzisi bo'lsa, Sharq Turkiston sürgün hukumatininki darvozasi sizlar uchun ochiq. Ammo Sharq Turkiston sürgün hukumatidek bir hukumatni qo'llamay yoki uningga ta'tir qarab olib yoki uningga gumon bilan qarash, albatta bunda huquqing bor. Bilan yana 4 yilni o'tkazsak, bu vaqt bizni saqlab turmaydi. U vaqtda men sizlardan so'rayman. U vaqtda ikki jumhuriyatninki mustaqillik kunini xotirlashmi sizlar uchun bema'ni bo'ladi. Chunki xuddi do'ppini vaqtga kiyib qo'ygandek bir ish. Shaklam. Chunki ikki jumhuriyatninki ro'yini qorundurmaslik va ularninki abadiy bizga qoldirgan abadiy vasiyatini aqlash uchun atlangan mundaq bir hukumatni qo'llash sizlarninki ikki jumhuriyatni xotirligini o'xshashda muhim bir ish. Uni xotirlagan kanslar uning xotirasini amaliyotga aylantirgan bu hukumatga kirishinglarni va shu orqali o'zinglarninki mustaqillik orzuyinglarni ishga oshirishinglarni umid qilaman. Albatta, hukumat nuqsondan xoli emas.
Tanqidinglar memnun nuqsandan xali emas. Amma kelib o'zinglar müşədə şu nuqsanlarını ko'rgan vaqtingizda shuni biz bilan birga ishlash orqali uni o'zgartirish, uni texnimi yaxshi qilish sizlarningki burchinglar. Amma buni qilmay hukumatning oqisidan tillash, ayblashning hammasini men shaxsan pisandimgan. Nima uchun? Chunki bu yolg'onchilik. Agar sen haqiqiy mustaqillik desang, bizning yerimiz kammi? Yoki meni yaratmasligim mumkin yoki hukumat ichidagi odamni yaratib, u bo'ladi. Ammo mustaqillik deyotgan boshqalar bilan bo'lsa hamkorlash. Mustaqillikdan iborat bu iroda bu yerda bir o'rtaq bir ovozga aylansa demoqchiman. Hamda uchinchisi mustaqillik deyotgan nurg'un odamlarimiz bor, siyosiylarimiz bor, yoshlarimiz bor. Bular bilan bir hech bo'lmasa birlik qurolmasakmi, hamkorlik bir mexanizmni o'rnatish mening uchun intayin bir muhim bir ish. Men Uyg'urlarningki siyosiy xarakterini azroq tushunaman deb qarayman. Biz bir-birimizga bek akavur. Hech kimni yaratmaymiz aldirab. Bu xatarlik tarafi qancha bir g'alitlik bor ekan bizda, men buni bek o'nglashib ketamayman, ammo mening kuzatganlarimda agar biz ilmda azroqla bir iqtidorimiz yoki bir töhfimiz bo'lib qolib qolsalar, boshqalarni ko'z qilmaydigan agar pulda azroqlab ketib qolib shunday bir odatimiz bor ekan. Biz intayin ba'zi chog'larda o'zimizni bilmagan asosdagi bir akavorlik bor bizda. Sen kimding deyalaymiz bir-birimizga. Menmi shu. Ammo hozirgi vaqtning o'zida bizning ahvolimizni qarasak, bu ichinishli ahvolda bu akavorlikqa men ya yig'lashni ya kulishni bilmayman. Asli akavorlik qiyig'idek bir desmi yo'q asli bizda. İçimiz bekli quruq. Ammo shunda bo'lsa-mu, men deb qo'yay, akavorlikni tashlaydi. Yarashmaydi. Bu desmi yo'q. Agar irodamiz, agar avtonomiya demoqchi bo'lgan bo'lsanglar, u boshqa yo'l bo'lsin. Ammo mustaqillik deymiz desanglar, Sharq Turkiston sürgün hukumati 2014-yildan tortib tarixning siniqidan o'tgan ham tarixning buningdan keyingi siniqiga o'zini tayyor qila oladigan bir hukumat. Buningga kelib o'rtaq bir maqsad uchun o'rtaq bir ramkaning siyosiy ramkaning ichida ishlash meningcha chechilib yurgandan bir-birimizni yaratmay yurgandan oxirgi qo'limizdan hech chiqmagandan mingas yaxshi deb qarayman. Bu mening samimiy tavsiyam. Ham men o'zim qiladigan bir ish, amal bo'lsa diasporadagi o'qitish shakldagi yoki boshqa shakldagi mustaqillik tarafdorlarininki bag'on siri yig'ilib bizningki sürgün hukumatning parlamentida bo'lsin, ministrlikda bo'lsin, bir kishilik xizmatni ilib, bizni xizmatni yamanjiq bundan keyin ko'rsizlar, nurg'unlagan proyektlarni o'tirib qo'yamiz. Shuningga nurg'unlagan ixtisosli xodimlar ehtiyojli bo'lamiz. Buningda ishlashinglarni talab qilib. Bu uchinchi gap. To'rtinchisi endi har qanday bir mustaqillik harakatiningki ilgari bizningki suhbatimizda deb o'tilib ketdi. Buningda bir ideologiya muhim deymiz. Ideologiyani az to'la mana shu sizningki 16 qatim appagan suhbatlarimiz Uyg'urlardagi mustaqillik ideologiyasininki turg'izilishga intan muhim ahamiyat ega bir narsa. Ideologiya qurilishi. Buni sürgün hükümimiz ap beryapmiz. Ondan iqtisodiy asos bu yamanjiq deyilib ketadigan bir nuqta. Ba'zi bir va'dalar bor, hozircha buni men deyolmayman. Ba'zi va'dalar bor, ammo shuni qarab turib iqtisodiy jihatga ishlarimizni yaxshilanib bo'lishini umid kutaman. Ammo u bo'lmasa-mu o'zimizningki bariga qanoat qilib, ozni ko'p qilishga tirishib, buningdagi yana mangimiz 4 yilda mangimiz, 4 yilda yana keyingi 4 yillarga mangimiz. Bu jihat iqtisod asosidagi intan muhimligini his qilishdan bir vaqtda buning uchun men kuchayman. Ammo mening bir kamchilikim iqtisodiy engim bek yuqori emas. Gerçi men iqtisodning ba'zi qonuniyatlarini bilganim bilan o'zim iqtisodda yomon mening boshqa qarindoshlarimdek bek nimam yo'q. Hayotimda bir savdo qilib bir jiq foyda topgan odam emasman. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtda men savdoni biladigan iqtisodiy kallasi va ham $1 $2 $10 qiladigan qarindoshlarimizni ko'p taklif qilaman. Albatta hozir ichimizda ba'zi müştiyatdagi ba'zi bir yoshlarmi bor, ammo bu jihatda men yana ixtisos egalarimizga muhtoj deb qarayman. Uchinchisi, bu texnika muhim bir ish kadrlar qo'shuni. Bu kadrlar qo'shunini yetildirish bo'libmi mustaqillik ideyasiga ega kadrlar qo'shuni yetildirish intayin qiyin bir ish. Kadrlar qo'shuni bir kunda yetilmaydi. Xuddi ma'rif o'xshash, xuddi 11 yillik, 13 yillik ma'rifdan keyin 4 yillik oliy maktab bo'lib, normal bir tarbiya ko'rgan odam bo'lish uchun dunyoda 16 yil vaqt ketadi. O'ylanglar.
11 yıl yoki 12 yıl başlangıç o'rta maktab, 4 yıl oliy maktab bo'lsa, 16 yıl vaqt ketdi. 16 yılda normal tefekkür qila oladigan jamiyatda bir funksiyani ishli orttiradigan bir odam borliq keldi. İnqilobda buningga texdan uzoq vaqt ketdi. U faqat bilimlilar talab qiladigan ish emas. Shuning bilan bir vaqtda uningda bir xarakter bo'lish kerak, uningda bir psixik safa bo'lish kerak, uningda bir xil o'zini qurbon berish ro'yi bo'lish kerak, uningda yana boshqa bir xil, masalan, istixborotchilik boshqa jihatda tarbiyalangan, hech bo'lmasa bir ma'lum bir anqirishga ega bo'lgan, ma'lum bir bilimga ham bu jihatdagi yo'nalishga ega bo'lgan odamlar ketadi. Shuning uchunmi bizdagi ixtisosxon jumladan maxsus shu hukumatninki kadrlar qo'shuni oldimizdagi yana bir zo'r bir xiristlarning birisi, uning kamchiligida. Buni men to'liqlash uchun tirishim. Ammo yana deb qo'yay, bu bizda bir maktab yo'q. Ma'rif bizning qo'limizda bo'lmagan bir ahvol asli ishga oshiradigan, nihoyat bir ta'tir keladigan bir ish hamda. Shunday bo'lsa-mu, meningcha hukumatimizda mayli siyosiy jihatda bo'lsin, mayli diniy jihatda bo'lsin, mayli boshqa sohalarda bo'lsin, xeli Uyg'urlarningki diasporadagi jamiyatida ko'zi ko'ringan odamlar bor. Shunga bunday odamlar olamni yetaklayoladi deb qarayman. Endi bu nimada g'arbningki ish tuzumida bir gap bor, ya'ni aloqa anglab o'rgangandan qilib o'rgangan a'lo degan bir gap bor. Anglab ko'rib o'rgangandan shu ishni qilib turib o'rganish ham tiz bo'ladi, ham asli chin qoladi, ham uningda tiz ilgirligi bo'ldi. Buni men kelgusimizga xizmatimizni tatbiq qilmoqchi. Bizga kelsanglar, bizdan birga ishlagan vaqtingizda bizmi sizlardan bilmagan yerlarimizni o'rganamiz, sizlarmi bizning tajribamizdan o'rganasiz. Shu orqali bizda kadrlar qo'shini yetib qolmasdan, balki yana bizningki kelgusidagi izbosarlarimiz va hatto bizningki kelgusidagi rahbarlarimiz yetilib ketadi deb qarayman. Buning uchun birga ishlamak lozim. O'rtaq tilda, o'rtaq niyatda, o'rtaq ishni qilish bizni g'oyat zo'r darajada birlashtirdi. Demak, o kadar oddiy, ammo buni qilgan vaqtimizda uningki g'oyat zo'r unumini ko'ramiz. Buni men Sharq Turkiston sürgünde hukumatiga jiroqdan kuzatib kelayotganlar yoki marab turayotganlar yoki arsal bo'layotganlarga tavsiya qilaman. Hech ikkilanmasdan kelsanglar, biz o'rtaq bir ishda nurg'unlagan yangi imkoniyatni ta'minlay olamiz. Ham sizlarniki taraqqi qilishinglarga yo'l ocha olamiz. Hamda oxirgi bir nuqta, Sharq Turkiston sürgünde hukumatiningki qurilmasi jihatdan aytgan vaqtda parlament tuzumi asosidagi bir qurilma. Bunda qurilmaning nurg'unlagan ortiqchiliklari bor bo'ldi. Ya'ni buningda oldi bilan elib etsak, ma'lum bir shaxsningki huquqni suiiste'mol qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Parlament degan, millat vakillari degan g'oyat zo'r bir kuzatish bir mexanizm bo'lish sifati bilan har qanday bir shaxsningki, ya'ni meni o'z ichiga olgan hukumatdagi barliq shaxslarningki siziqdan tiyib ketmasligiga g'oyat zo'r bir nima qiladi. Kuzatib ham uni ogohlab tura oladi. Bu nihoyat bir bu tuzumningki esil bir afzalligi. Shuning bilan bir vaqtda mushundaq bir tuzumning afzalligida biz mush tuzum orqali dunyodagi boshqa o'xshash xildagi sürgün hukumatlar, masalan Tibet sürgün hukumati deymiz va boshqa sürgün hukumatlar bilan bo'lgan munosabatimizni texadimi qo'yiqlashtirishni men tavsiya qilaman. Ham buning uchun tirishiman. Men qaysi kuni Tibet sürgün hukumatiningki tor betida bir necha soat varaq olib baqdim. Gerçi ularningki o'ttir yo'l siyosatini chiqarib etsak, Tibet sürgün hukumatiningki bir hukumat shakliga kirganligi va uningki mexanizminingki xalqaro o'lchamda bo'lganligi mening ham nihoyatda hurmatimni qo'zg'adi, ham meni ozroq uyaldirdi. Uyaldirishning sababi 70 yildan ortiq chet eldagi sargardonlik hayotimizda Tibet ishli qurgan hukumatningki 20 ga keldigan hukumatni qurolmadik. Demakchi o'g'lim, ashula hukumatni qurdi, hukumat orqali Tibetningki besilingan zamin ekanligini Amerikaning kongressida o'tkazildi qatorliqlar. Bizningmi ashunda qiladigan imkonimiz bor. Butun ishimizningki oldingi 4 yilda eng chong siyosiy g'oyalarimizning birisi dal ashula qilgandek Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligini dunyodagi parlamentlar jumladan oldi bilan Amerika kongressida o'tkazilishimiz g'oyat zo'r tarix ahamiyatiga ega bo'ladi. Aşıla, aşı özünki besilingan ziminlik, yani aşı
salohiyatini o'tkazadiganlik uchun Amerika hukumatiningki va boshqa hukumatsiz tashkilotlarningki g'oyat zo'r moddiy yordamlardan bahramand bo'lib o'tadi. To'g'ri. Biz ashundaq bir kuchga, bir nimaga qurilmaga kelmaganligimiz uchun chechilang'uligimizdan, obro'yparastligimizdan, haqovorligimizdan va boshqa siyosiy jihatdagi nurg'unlagan kamchiliklarimiz sababidan hozirgacha param-parcha holatda turyapmiz. Dunyo bizni ko'rsa, masalan, dunyoga ko'rsatgan vaqtimizda Sharq Turkiston mustaqillik haqida o'yinish bo'lib qolsa kelgusida, masalan, oldi bilan bizning hozircha mavjud tashkilotlarimizga qaraydi masalan. Bizda Tibet sürgün hükümetidek bir muntizimlaşkan ve neçe yıllardan beri bir kurulmasını bağlan sırı taraqi qıldırıp kelyapatqan bir teşkilatımız bo'lmasa, bizge siyasi jihatda mablag' saldiganlarning ro'y uchib ketadi. Başqa amillar turib tursin, bizning irodamiz, imkonlarimiz, qobiliyatlarimiz turib tursin. Bir hükümetninki bo'lapmi, intayin muntizimlaşkan bir sürgün hükümetninki barliq kelishi, buningdan texidimmi xalqaro sahnada shu shaklda to'nilishi Sharq Turkistonning mustaqilligidagi hal qilg'uch omillarning birisi. Agar biz bunda bir obrazni dunyoga sunamasak, biz mustaqillikqa qo'lga keltirishga tayyor emas millatlar emas, balki yana uningga arzimaydigan bu millatga aylanib qolamiz. Bu intayin xatarlik bo'ldi. Bu bir hukumatni tutib turish bizning huquq bo'lgan yerismanligimizdan emas. Bizning bir yerga kelib bilib boshqalarni g'ajab o'tirishninki bir havis emas bu. Faqat bir millatninki, bir siyosiy vijdonininki bir qurilmaga kela oladiganligining bir isboti bo'ldi ma dunyoga. Ma millatni bir ish qila oladi ekan ma millat deydi. Agar unda bo'lmasa, haq nima deydi? Xitoyning qo'li tugashganining yaxshi ekan, sening o'zingni boshqarolmagandan keyin deydigan gap chiqadi. Bu gapni hech qaysimiz anglashni xohlamaymiz. Ama anglashni xohlamaymiz yo, ama uning qarshisini qilishni xohlamaymiz. Shundan bir vaqtda. Bu kadar bir-biriga bog'lanib ketgan bir ish. Mustaqil bo'laman degan odamda yoki bir millatda yoki bir guruhda cho'qim bir guruh bo'lish kerak. Bu guruhda cho'qim sarxil siyosiy jihatda pishib yetilgan, o'zining vataniga, xalqiga sodiq bo'lgan, psixik sapoga ega bo'lgan bir turkum kadrlar qo'shini bo'lish kerak. Bir turkum ziyolilar uning atrofida turish kerak. Dunyodagi har qanday bir mustaqillik harakatlari qarab boqinglar. Hammasida mana shunday bir kuch kadrlar qo'shini bor. Shunday bo'libmi bir uyum bor, bir qurilma bor. Yoki bir hukumat bor bu yerda. Agar biz Sharq Turkiston sürgün hukumatini Sharq Turkistonning ichki va sirtidagi Uyg'ur qatorliq boshqa Turkiy xalqlarningki mustaqillik irodasiga vakillik qiladigan hukumat deb qaragan vaqtimizda bu hukumatni taraqqiy qildirish, zo'raytirish bosh tortib bo'lmaydigan ta'xirsiz vazifalarimizdan birisi. Bu ham mening to'shindagi qildigan vazifalarimdan birisi shu. Rahmat. Bu 4 yilda qilmoqchi bo'lgan ishni ham chiqgan, bu majburiyat bo'lgan ig'ir ekan. Endi siz degandek bu surgun hukumat qandaqdir necha odam birlashib qurib olgan va birga kelib o'zining gapini qilishib, boshqalarning g'aybatini qildigan bir hukumat bo'lmasdan, balki Sabit Damallamning mashilni apmangdigan Uyg'urlarning mustaqillik irodasiga vakillik qildigan bir hukumat. Undaq ekan ziyolilarimiz, yoshlarimiz hammamiz hukumatning atrofida uyushib, o'zimizning mustaqillik irodamiz uchun xizmat qilishimiz kerak. O'z oldim qilaman degan aqmaydi. Bu cho'qim bir tashkilot bilan, hukumat bilan bo'lish kerak. Biz bir hukumat, oddiy bir tashkilot emas. Shunga hammalarninki mush hukumat uchun kuch chiqarsak, amaliyotda o'zimizning taqdiri, o'zimizning kelgusi uchun kuch chiqarganlik bo'ladi. Vijdonimiz uchun javob berganlik bo'ladi. Sizga ko'p rahmat bugun. Ondan keyin biz bu qatim qurultaydan keyin nurg'un ministrlar, ministrlar saylandi. Ministrlarni bundan keyin ziyorat qilamiz, ularning xizmatlarini o'sha anglaymiz, qilmoqchi bo'lgan ishlarini. Hammanglar mush ministrlarni tayyorlab qo'yinglar. Kelar qatimliq programmaga biz to'rda yana e'lon beramiz. Kelar qatim vaqtimiz bugunga o'xshamaydi. Bugun men Avstraliyadan mushtabib qolg'achqa 8 ga to'g'ri kelib qoldi Amerika vaqti. Ham ozroq bu bizning to'rning kichatoq tupayildim. Kichkina kechikib qoldi. Bundan keyin o'z vaqtida bo'ldi bu programmalar. Hammanglarning diqqat berganinglarga rahmat. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Allohga omonat.